30 sekundda pul bloklaringizni yechib tashlaymiz. Qani ketdik. Bu praktika va bu ong osti dasturlaringizga ta'sir qiluvchi neyron hujayralardagi dasturlarni o'zgartiruvchi texnika. Men Gulnora Sobitova bilan buni boshladik. Qabul qilaman, tan olaman, mani ajdodlarimda pullardan juda katta qo'rqqan ajdodlarim yashagan va pulsizlik uni yashab qolishi va baxtli bo'lib omon qolish uchun xizmat qilgan. Men uni bilaman va qalbimdan unga joy beraman. Qabul qilaman, tan olaman, pulni yo'qligi mani ajdodlarimning qaysidir qismlariga, qaysidir ajdodlarimga foyda bo'lgan va puli yo'qligi uni uzoq umr ko'rishiga xizmat qilgan. Ya'ni pul bu xotirjamlik deb bilgan va men buni ham qabul qilaman va qalbimdan joy beraman va ularning tajribalarini hurmat qilaman. Shu bilan birgalikda men bu dasturlarni boshqa ishlatmayman, bu dasturlarni men qo'yib yuboraman, ammo qabul qilaman ularni dasturlarini. Men so'z beraman, men ularni avlodini davomchisi bo'lib qolaveraman va ularni avlodi oilasiga kiraveraman, lekin bu dasturlarda boshqa yashamayman. Qanaqa his qilyapsiz o'zingizni? Mana shuni 10-15 marta qaytaring. Albatta kommentariyaga fikrlaringizni yozib keting. Shunaqangi nastroylar berilgan jonli dars sizga qiziq bo'lsa, bizning 20-dekabr orzular, yangi orzular deb nomlangan intensiv 10 kunlik kursimizga keling. Biz har bir darsda jonli shunaqa texnikalar beramiz va audiosini ham beramiz, yozuvdaginisini ham beramiz. Va sizni 2025-yilda tozalashingiz kerak bo'lgan dasturlaringizni tozalaymiz. Va nafaqat pul, balki munosabat, hamma masalalarni yakunlab 2026-yilga sizni toza holatda tayyorgarlik ko'rsatib olib o'tish uchun ushbu kursni yaratyapmiz. Demak, 25-yil ko'pchilikka og'ir bo'ldi, sinov yili bo'ldi va ichki qalbga qaytish, ruhiyatga qaytish yili bo'ldi. Agarda siz bu yil ham shu ishlarni tugatib olmasangiz, dekabrda keyingi yil yana shu joydan boshlaysiz. Shuning uchun hammalarni mana shu kursga taklif etaman. Demak, asosiy kanalimiz Gulnora Sobitova Telegram, YouTube, Instagramga murojaat qilinglar va quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar.